Navbatdagi konteynerlar yetib keldi. Hyundai Palisade. Besprabek. Hashtag. 4 ta balonni ham tortadi. Yangisidan olamiz deganlar aloqaga chiqarasizlar. Hozir to'liq videosini qo'yamiz. Padarkalari bilan bu yog'i. Korishniy salon. 2,5 gibrid bo'ladi bular. Mashina yuklanishda qiyinchiligi bo'lganda mashina tushirish ham qiyinchilik bo'ladi. Buni tagiga alohida tirkagich qo'yilmasa orqaga ketib qolishi mumkin. Soatda buni hozir tushiramiz. 8 ta kamerasi bor общий bu mashinada. Eng fullidan chiroyli videolarni qo'yamiz. Konteyner kelganda mashinaga qaydan chiqiladi deganlar uchun bu alohida orqasini ochib keyin haydovchi chiqib oladi yonboshdan, chunki odam sig'maydi. Mana shu bitta konteyner ochilish videosi 1 million tadan oshib ketganda rosa ko'pchilik savol berishganda, shuning uchun alohida videosini qilyapman. Boshlaydi, chiqing. Boshlang. Boshni ehtiyot qiling. To'xtam, oyoqdagilarni bir olaylik yo. Ya, oyoqdagilarni kiyib olamiz. Tomlari ham polni alkantaro. Hech narsa emas. Abdulaziz videoga tushib qoldi deb hammaga savol gapirar ekanda, yo tushmadi. Xotirjam bo'ling. Sal deb o'ling. Ha, tushdi. Ismoilov oldi ko'tariladi. Yaxshi. To'xtatmang, yuring iloji bo'lsa. Konteynerdan shu ahvolda tushadi. Yaxshi yuraylik Ismoil aka, zo'r. Ismoil aka. Rol yaxshi, zo'r. Yaxshi. Yo, mana ishqalar tushdi, aholiga olib. Yuraylik. Bo'ldi, to'g'ri. Rol to'g'rilab yuraylik. Yana yuri.